Mana 3 xil ssenariy bor. Bittasi shu tug'ilganimizdan o'lgungacha hayotda xarajat kattalashadi. Lekin agar to'ygacha yaxshi ilm hunarni olgan bo'lsanglar, mana bu yashil daromad chizig'ingizlar baland bo'lsa, siz nisbatan xotirjam bo'lasiz. Hali pul yo'q, xotirjamlik yo'q degan rejim, pul kamaydi, rasxodingiz baland bo'lsa, xotirjamligingizni ham olib qo'yadi. Ya'ni men ishlamasam ham pul kelsinni bu davrda o'ylashinglar kerak. Bu davrda o'rganayotganlar o'zingizlarga bemalol maqtab qo'yasizlar. Bu davrda o'rganayotganlar, bolam san eshitgin, navaram san eshitgin deb yaxshi ma'noda ilinglar, chunki bu yerda kuch-quvvat yo'q. Pul topishni ko'paytirish balkim ilm, tajriba qiyinroq. Bu yaxshi emas. Bu tepada bo'lgan narsa butun umr stress, diqqat, arzimagan oylikdan oylikkacha ishlashga majbur qiladigan ssenariy. Men xohlamayman sizlar bu ssenariyga tushib qolishinglarni. Lekin shu gapimdan keyin o'ylanib qolsanglar, nima qilishim kerak desanglar, ideal holatda mana bunga intilishimiz kerak. Mana shu yashil palasa tepada bo'lsa, hali siz havas qilgan mashina mana shu qizil palasa bilan yashil palasani ichidan yurib kelaveradi. Lekin bu o'zidan o'zi bo'lmaydi. Har yerni qilma orzu, har yerda bor tosh tarozi. Bu hunarimizdan, kasbimizdan, bilimimizdan keladi. Sababini lekin siz qilasiz. Sabab va oqibatni aytdik. Degan narsa